Assalomu alaykum do'stim bolam. Assalomu alaykum ota. Tuzimsiz. Yaxshimisan? Rahmat xudoga. Bardammisan? Rahmat ota. Aylanay. Ay yashang. Ota tuzimsiz. Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Hayır. Bunday turing. Ha? Bunda turing. Qanday? Bundaymi? Mana. Ota, sizga bitta yarimta odam aytganmi? Nima deb? Amitabh Bachchanga o'xshaysiz deb. Nima Bachchanga? Amitabh Bachchanga. Yo'q, aytmagan. To'g'ri. O'xshamaysiz ota. Doktor bolam, yomon hasil qilsana. Yaxshi. Ota, sizni mahalla kuyida juda ko'p ko'rganman-da. O'zimcha o'ylardim, shu otaxon nechiga kirgan ekanlar deb. Nechiga kirgansiz o'zi ota? 107 daman. 107? Ko'z yemasin. Yoshingizga nisbatan ancha tetiksiz. Qarg'a havas qiladigan yoshga kiribsiz-da ota. Qarg'a xijonatsiz oldingizda. Endi bu 107 ga kirishingizga nima sabab bo'lgan? Shuni bir sir sinoatlardan bizga ham o'rgating deysan-da bolam. Ha ota. Endi doktor bolam, umrim bino bo'lib, birov bilan urushmadim. Janjallashmadim. Birov bilan tortishmadim. Xo'sh. Bular bo'lmas mayda-chuyda narsalarga asabiylashmadim. Ko'ngilni keng qo'ydim. Shuning uchun ham mana 107 ga kirib turibmiz-da bolam. Bo'lishi mumkin emas ota. Bo'lishi mumkin emas. To'g'ri, doktor bolam. Bo'lishi mumkin emas. Yomon hazilkashsiz-da ota. Hazilni yomon qilasiz. Xo'sh, nima bezovta qilyapti ota? Qanaqa kasallik? Endi shu oxirgi paytda shu o'zimni qanaqadir bir g'alati his qilyapman-da. Shu kasalmikinman deyman. Shuni doktorga bir ko'rsatay qani nima bo'ldi ekanman deb kelib turibman-da. Bir tekshirib ko'rsam. Qo'lni bering. Tomir urishlaringiz yaxshi-ku ota? Endi bu yoq qarilik. Qarilik ota. Siz o'zingizga o'zingiz ayting. Men sog'lomman. Men tetikman. Men kasal emasman deb o'zingizga o'zingiz ayting. Hech qachon kasal bo'lmaysiz. Mayli bo'lmasa. Ota. Endi aytganda aybi yo'q deydi, bu xususiy klinika bo'lsa. Xizmat haqqini berib keting. Endi doktor bolam, sen ham menga pul to'lashdi deb o'zingni ishondir. Shunda birdan kayfiyating ko'tarilib ketadi. Mayli bo'lmasa. Ota. Tez bo'l. Kech qoldik. Endi oyingni qilib ketgan ishini qara. Sen bola dunyoga kelganingdan beri o'g'lim, men sen biron bir marta bog'chaga olib borganim yo'q. Oyingni qilib ketgan ishini qara. Yur, biron gap bo'lar. Bola, sen meni sochimni oqartirasan. Barnoqon yaxshilab qarang. Shu
bola sizni ko'rpazga keladimi yo'qmi? Yo'q, bu bolani umuman ko'rmaganman. Buni ismini ham bilmayman. Ey, shu bog'cha sani bog'changmi? Yo'q, qo'ying, o'qing. Balki Daryoda ham bog'cha bor, balki o'sha bog'chadir. Bo'lishi mumkin. Ming bor uzr singlim. Yur tez. O'zing boradigan bu bog'chani bilmaysan, ha? Ya, oğlum, nima kelib qapti-yu? Dadda, yana bironta bog'chaga borayotgan bo'lsa, men maktabdan kechga qolaman. Nima? Nima deganing bu? Ha? O'zim ham aytdimmi bu bog'chaga nimaga sumka ko'tarib yuribdi deb. Bu seni ham aybing emas, bolam. Bu oyingni aybi aytib qo'ysa bo'lardi-yu, to'g'rimi? Endi maktab izlaymizmi? Yur. Keling odam, keling. Keling. Xush kelibsiz. Mana otam sizga aytuvdim-ku. Shaharda uyim bor deb aytuvdim-mi? Shumi? Ana shu uyda. Ana shu uyda otam. Qo'shni? Ha. Bu uyingiz ham o'yilgan go'rday bo'lib qopti-da. Endi nima keragi bor shunaqa tiqirlik qilib qo'shni. Ha? Voy, bu uyda men hech qanaqa yomonlik ko'rganim yo'q. Rosa baraka topdim qo'shni. Ha. Juda ko'p baraka topdim. Bolalarni o'qitdik, kasbli, hunarli bo'ldi. Xafaman. Endi bu ota-onaning vazifasi o'g'illarni, farzandlarni uyli joyli qilish. To'g'ri aytasiz. Shu ana ikkinchi o'g'limizni shu shaharga joylaysam degan bir niyat bor edi. Shu endi shunga Qo'ylarni sotibsiz-da, ota. ha endi boshqa nimani sotaman endi. Ey, menga qarang. Xudo xolasa mana shu ikkinchi o'g'lingizni ham joylasangiz, keyin hammasi bolalardan qutulasizmi? Bo'ladi, hamma joyiga bo'ladi. Keyin bolalar ham bir yoqdan bosh chiqarib sizni joylashsa bo'ldi. Hazır. Mana kirib ko'rishingiz mumkin. Mana u xonada ta'mirlashni boshlab yubordim ota. Xudo xolasa siz ko'chib kelguningizga qadar bu uyni chiroyli qilib ta'mirlatib, nima bir rohatlanib yashaydigan uy qilib qo'yaman. Joningiz rohatda bo'ladi. Bu uy, qo'ni qo'shnilarni aytmaysizmi? Voy, Bu oshxonami bu? ha, oshxona. Devorda har bir qarichi pishgan ishdan qilingan. Qo'ni qo'shnilar bir-biriga ahilligini aytmaysizmi? Voy, har qanday vaziyatda Hojatxona bormi? Hojatxona. Rabbiy sabr odamsizlar. Hojatxonasiz ham uy bo'ladimi? Qaysi biri endi bu? Mana shu. Ha. Anaqa ana suv oqib turadi-yu, nima dushman nimada? Yuvinish xonasi. Ha, o'sha yo'qmi? Ikkovi yonma-yon bitta xonada. Ha. Ha. Nimadandir norozisizda o'zingizcha. Endi qo'shni ota bobomizdan qolgan bir gap bor-da. Mol sotsak aybini aytib sot degan ota bobolarimiz. Yana ya? Ayazgina. Mana bu shimol tomonda axlat qutisi joylashgan. Janub tomonda nima? Tovuq ferma joylashgan. G'arb tomonda baliq xo'jaligi joylashgan. Yomon sasitdan shu. Endi sharq
narx tomonda Chorodor fermer, qushxona, juda ko'p narsalar bor. Obbo, shu qo'shlar bu uyingizni biron bir yaxshi tomoni bormi o'zi? Har yaxshini bir yomoni bor. Har yomonni bir yaxshi tomoni bor degan. O'shani ayting, odamni xunab qilgan. Erta tong saharda balkonga chiqasiz. Ha, Dimog'ingizga nimani hidi urilsa, aha. qaysi tomondan shamol esayotganini bilasiz. Sizga kompas kerak emas. Qo'shni? Ha? Nimadan norozi? Ye, rahmat, tata, rahmat sizga. Rahmat. U senga emas. Kimga? Onangga olib berdim. Yo'qki. Oq mes olib berdimmi? Olib berdingiz. Urib dabdala qildi. Qorasini olib berdimmi? Olib berdingiz. Uni ham urib dabdala qildi. Endi yo'qki. O'rtoqlaringni oldida bir sharmanda bo'lib, mana uni bilasan. Tushundingmi? Buni ham urib dabdala qiladigan bo'lsang, ana uni minasan. Tushundingmi? Bo'ladi, dada, mana shu bo'ladi menga. Yaxshi. Uni emas, bola. Yonidagisini. Mashinani men o'ylay. Yordam verin! Yordam verin! Yordam verin lan arka! Yordam verin! Yordam verin arka! Arka yordam! Arkan! Yordam verin arka! Yordam verin arka! Arka yordam verin! Hadi hadi gelin bakalım! Arka! Çok yeter! Bana Arkan! Arkan alıp geldim ha! Arkan! Hani sen? Hani? Erkeklik ey! Ben nomad! Hey! Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Ertalabda nima bo'ldi bu? Tova boshi ichib kelyapsizmi? Yo'q, qaramaysizmi? Odam sotda bir lafz degan narsa qolmabdi. Nimaga? Hozir mana bu yerdan kelayotgandim. Xo'sh. Bittasi mana bu yerda cho'kayapti ekan. Aha. Joydat yordam beringlar, qutqaringlar, bitta arqon tashlanglar deydi-da. Aha. Keyin qayerlarga borib bir arqon topib kelsam, u nomard cho'kib ketibdi. Odam ham shuni bo'ladi. Shunga ham siqilasizmi? Hozir belabza odam ko'payib ketgan, ey. Mana qarang. Ha. To'g'ri. Nima? Ya? Og'ayni? Tinchlikmi? Ha? Bu ahvol chatoq-ku. Bu Ha. ko'z ko'karibdimi? Sevgim uchun kurashdim. Yashang. Yashang, baraka toping. O'z sevgi uchun kurashadiganlar kamayib ketdik. Ko'pchilik bilan kurashdingizmi? Yo'q, Ha? xotinim bilan. Ha, qo'ring, oilada urush janjal bo'ladi. Busiz iloji yo'q. Mana bizning oilada ham bunga siqilmang, hammasi o'tib ketadi. O'ylab gapiryapman. Men siqilmayman bu narsaga.
Ammo ko'rikib qolganman-ku bunga. Bunday bo'lma, kayfiyat yo'q-da o'shanga. Bitta ushalmas orzuyim bor-da. Shu orzuyimga yetolmay o'lib ketamanmi deb qo'rqaman. Yo'q-e. U qanaqa orzu ekan ushalishi qiyin bo'lgan. Ichishni tashlashni orzu qilaman. Hey, o'ylaysiz, tavba qildim. Shu ham muammomi? Bu tashlang qo'ying-da. Tavba qildim. Tashlang qo'ying deyish sizga oson-da. Tashlagandan keyin nimani orzu qilaman? Keling bemor, keling tinchlikmi? Mag'lab yo'q, doktor, mag'lab. Ancha sog'liqni charchatib qo'yibsiz siz. O'zingizga qaramagansiz-da. Lekin bitta narsani aytib qo'yish kerakki, bizga kelib xato qilmagansiz. Shu kundan davolashni boshlaydi doktor. Men mana necha yillik tajribaga ega boyiqliga o'xshamay o'yli. Chaqirdingizmi doktor? Hech kim yo'qmi? Yo'q. Siz bilan men. Demak hech kim yo'q. Gohida o'qiganimga shubha qilib qolaman-da. Devor. Qara. Bizga emas ekan. U bo'l. Birinchidan bemor kelgandan keyin 5-10 daqiqa mana bu yerda ushlab turgin. Banklar oldilarida odam bor, bemor bor degan gaplarni aytgan. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi doktor. Ya, kelganni to'g'ri kirgizib yuborasan. Undan keyin hurmat bo'ladimi? Ozgina kuttir. Ozgina siqilsin. Undan keyin qadrimizga yetib keladi. Tushundingmi? Tushundim doktor. Keling siz. Salom alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Doktor o'zlaridanmi? Doktor o'zlarida. Faqat siz shoshmang, band edilar. Band edilar. Shuning uchun 5 minut sabr qilib o'tirib turing mana. Ozgina shoshib turuvdim. Kechirasiz. Ismi shariflari nima edi? Shu shartmi? Albatta biz belgilab qo'yishimiz kerak. Mayli, yozing. Erkin Juliyev. Nechinchi yil tug'ilgansiz? Menga qarang, men shoshib turibman. Boradigan joylarim bor. Mayli, bir bo'sh vaqtda kelarman bo'lmasa. Shoshmang. Hozir hammasini hal qilamiz. Siz siqilmang. Hozir men doktor bilan gaplashay.
Alo. Kechirasiz. Doktor! Doktor! O doktor! Alo, doktor. Bir bemor kelgandilar. Ha, hop, mana qanisi joyida doktor? O'shatdilar. Alo, ha. Ay, kiravering. Ha, shifoxona bu? Assalomu alaykum. Ha. Yo'q, bugun qabul qila olmayman. Ertaga? Ha, erta bo'lsa ma'qul. Ko'rib ber, hozir qo'ymay turing hozir. Hozir. Yo'q. Ertaga emas, indinga peshindan keyin kelsangiz vaqtimiz bo'lar ekan. Sizga o'xshagan bemorlar juda ham ko'p kelgan bizga. G'alati bemorlar ham kelib turadi. Ha. Kelishingizdan oldin bir qo'ng'iroq qilib berarsiz. Xo'p, bo'p. Katta dargoh ko'pchilik endi dardiga shifo istab keladi-da. Albatta. Sizni qanaqa kasallik bezatadi? Yo'q, meni hech narsa bezovta qilayotgani yo'q. Men kasal emasman. Nimaga keldingiz? Ha, anaqa attestan jo'natishdi. Telefonlaringiz ishlamayapti ekan, shuni tuzatib berganlik bo'ldi. O'zingizdan kelsiz, o'zingiz tekshirib keting. O'zi anchadan beri doktordan bir maslahat olishim kerak. Qani o'tirib. Yaxshi o'tir. Doktor, bilasizmi? Shu oxirgi vaqtda sochim shunaqangi to'kilyapti, qurib ketaman. Oxirgi 5 yillikda shu kal bo'lib qolmasam bo'lgan. Yuvganimda shunaqangi qo'llarim qop-qora bo'lib qoladi. Yuvmang. U nima deganingiz? Yonimizda jarrohlik bo'limi bor. Jarrohlar bilan maslahatlashgan holatda sal operatsiya qilib boshni kichraytiramizda, sochi bor joydan sochi yo'q joyga tortamiz terini. U soch umringizda oxirigacha yetadi. Yo'q, bo'lmas ekan. Doktor, shu oxirgi paytda bir yomon bir odat chiqdi-da. Xo'sh, shu ishonsangiz, gapiraman. Oldimda hech kim o'tira olmaydi-da. Shuni nima qilsak bo'lar ekan-a? Yaxshi uyingizdagilar bilan ham suhbat bo'lib turganingiz yaxshi, jim o'tirgandan ko'ra yaxshi-da. Yaxshilikka yaxshi-yu, lekin uyda bir o'zim yashayman-da. Yaxshi-yu, undan ham yaxshi. Zerikmaysiz. O'z bilan o'z gaplashib, bir chaqchaqlashib o'tirasiz-da. Shu yomon bir ezma odamman-da. O'zi sezib turibdi. Doktor, yana bitta kasalim bor. Bexosdan birovda bir narsasini shu olib qo'yadigan bir nima chiqarganman men, nima desa bo'ladi buni? Kleptomaniya. U nima deganingiz? Qo'l egrilik. Ya'ni o'g'rilik kasalligiga chalingansiz. Unga nima qilish kerak? Biron bir dori retsept yozib berasizmi? Ma'qul. Avval ruchkamni qaytarib bering. Kelishini